Ana endi salomga taalluqli bo'lgan ba'zi bir masalalarni eslasak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama baynakum." Mo'min bo'lmaganinglarcha jannatga kira olmaysizlar. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmaganinglarcha mo'min bo'la olmaysizlar. Men sizlarni shunday bir ishga buyurayimmenki, dalolat qilayimmenki, sizlar uni qilsanglar bir-biringlarni yaxshi ko'rib qolasizlar deb sahobalarga aytib, javobini ham aytdilar. Afshus salama baynakum. O'rtanglarda salomni yoyinglar. Bir-biringlarni ko'rganda salom beringlar dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarda aytadilarki, bir sahoba kelib, "Ya Rasululloh, ayyul islami xayr, islomda bir yaxshi amalni o'rgating, qaysi amalni qilsam yaxshi bo'ladi?" dedilar. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Tut'imut ta'ama va taqra'us salama ala man arafta va ala man lam ta'rif." Islomda yaxshi amal nima desa, qorni och, nochor, miskin, faqir insonlarga taom berishing va shuningdek tanigan va tanimaganingga salom berishing bu islomdagi eng go'zal amal deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadislarini eshitib, sahobalar ko'chalarda yurishar ekan. Ana shu sahobalardan birlari mashhur Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuning o'g'illari bozorga chiqib yuraverar ekanlar. U yoqdan bu yoqqa. Bir kuni bir sahoba so'rabdi: "Abdulloh, na bir tijorat qilasan, na oldi-sotdi qilasan, yo na bittasini oldiga kelib, mana uning necha pul deb so'ramaysan-da, faqat bozordan yoqdan bu yoqqa yuraverasan. Nimaga unaqa qilasan?" deganlarida, "Men payg'ambar alayhissalomdan salomni yoyinglar deganlarini eshitganman. Shu ketganimda, yurganimda salom beraman, birov salom bersa aliga olaman, shu uchun yuraman" degan ekanlar. Payg'ambar alayhissalomdan bitta sunnatni eshitsa, sahobalar darrov uni hayotda tatbiq qilib amal qilganlar. Hatto mana hozir bir misol keltirdik-ku, izinsiz bir insonning uyiga kirmang degan. Sahobalardan birlari shu oyat nozil bo'lganda eshik taqillatib yurar ekanlar. Eshik taqillatganda uydan ovoz chiqib, "Kim u?" desa, "Men falonchiman." "Falonchi bormi?" desa, "Yo'q edilar" desa qaytib ketar ekan. Izn berilmasa. Keyin xursand bo'lib, "Alhamdulillah" derkanlar. Shunda so'rash ekan, "Nima uchun alhamdulillah deysiz?" desa, "Chunki men Qur'ondagi bitta oyatga amal qildim. Alloh taolo aytdiki, izn so'ranglar, izn bersa kiringlar, izn bermasa ortinglarga qaytinglar" dedi. Mana izn so'rovdim, izn bermadi, qaytib ketyapmanmi? Demak, men Allohning oyatiga amal qildim deb xursand bo'lar ekanlar. Shu uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning afshus salama baynakum, o'rtanglarda salomni yoyinglar degan hadislariga amal qilish uchun ba'zi sahobalar ko'chalarda, bozorlarda atayin salom berish uchun chiqar ekanlar va kim salom bersa unga alik olib xursand bo'lar ekanlar.